Shaharda T virusi tarqalganida hamma narsa vayron bo'lgan va ko'chalarda hech narsa ishlamas, qurilmalar yotar edi va odamlar zombilarga aylanib, ko'chalarda apokalipsis boshlangan edi. Men shu apokalipsisda yashab qolishga harakat qilaman. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Legend. Короче, bugungi videoda biz mana shu yerda yashab qolamiz. Let's go do'stlar. Tak, mana bir o'rganib chiqamiz. Короче, bu qanday joy? Okey, menimcha xavfsiz joydaman. Mana qurollarim bo'lsa kerak. Okey. Bitta olib olamiz. Olganda kerak bo'lib qoladi menga, albatta. Unda. Okey, mana bu sandiq nima ekan endi? What the Okey. Guys, men kutmagandim. Biz mana shunday qurollar bilan bugungi videoda jivon qilamiz deyman. Nice bro. Endi biz bu qurollar bilan zombilarni ko'ziga karучеda, to'g'risini aytsam, zombilarga oyog'im. Короче, guys, mana ko'rishinglar mumkin. Afshuna bolalar ko'rindimi? Cho'ti. Wow. Let's go do'stlar, bir tekshirib ko'ramiz. Mana bu yerda zombi bor ekan. Qani? Yo, what the fuck is this? Yo. Nima bo'lyapti? Yo, animatsiyasi wow. Okey, men o'zi bilan qo'tab tashlayman kesalar. Okey. Guys, nimadir boya ishlamay qoldi. Mayli, sal modda bo'lishi mumkin. Juda ham zo'r moddagan animatsiyalar yomon kuchli. Men ishlata olmadim. Wow, shunday avam. Yo, yaqinlashtirishi ishlamaydi o'ylagandim boshida. Bu ham M9550. Bunchalik ana qilmayman. Turini uncha yaxshi bilmayman. Mana bu pulemyotda adashmasam kontrolnagan sizlar bilishinglar mumkin. Mana bu nimani olib olamiz. Короче, crafting table'da. Biz bu yerda qolmaymiz. Ketib boramiz. Yaxshi bet ham kerak bo'ladi. Agar o'lib qolsam, qayerda spawn bo'laman? Shuni ham bilib olish kerak. Mana shu yerda turaversin. Hozircha boshqa uy topgunimcha. Okey. What the heck? Mayli. Endi do'stlar davom etamiz. Короче, men yangi o'zimga uy topishim kerak, to'g'risini aytsam. Okey, binoda o'rgimcha. What the heck? Skelet uzur. Вообще shab ko'rman. Mayli, ketib qoldi. Davom etamiz yo'lda. Lekin animatsiyasi shunday yoqdi-yu. Magazinni olib qurol. Yo, o'q solyapti. Juda zo'r. Let's go. Okey do'stlar. Okey. Mana slime mod tashlayman asos. Yo, bitta. Da, telefon o'ynaman, to'g'risini aytaveraman. Shuncha yaxshi shotlay olmayapman, shu sababli sal muammolar bo'lishi mumkin do'stlar. Davom etamiz. Короче, unda yozuvlar chiqishi joyiga tegdi. Qurollar bilan chiroyli yurmoqchi edim. Hozir kutib turaylik mana shu yerda. Yo. What the heck? Let's go. Uy topishimiz kerak. Yo, avtobus o'raydi. Qurish mahorati ham kuchli, shunaqa joylarni apokalipsismi boshqami juda ham zo'r qurishadi. Yo. Mana xatda uchala topib oldim. Bular unchalik yoqmadi, chunki joylashuv yaxshi emas ekan, to'g'risi. Dizaynimi, mana daraxtni qaraylik. Daraxtni quramizmi? Yo. Mana what the heck? Oldimda turgan ekan-ku, men ko'rmaman shunaqa narsa. Yo, mana haqiqiy chiroy. Do'stlar, men o'ylashimcha bu agar biz sal-pal to'g'rilasak, ancha yaxshi uy bo'ladi. Hozir sal ne bosyapti. Buni to'g'rilaymiz. Okey. Yaxshi, ichkisi dizayni yomon emas. Okey, bir sal xarob bo'lyapti mana.
Endi yaxshi. Okey, devorlarni to'g'rilash kerak. Buni ham olib chiqish kerak hali. Versiya mana shu yerga qo'yib olamiz. Yo'q, bu bo'lmaydi. Tak, mana bu yerga qo'ysak yaxshiroq bo'ladi. Okey. Так, короче, endi menga tosh kerak. Daraxt kerak. Mana shularni qazib olishim kerak. Nega qazib olish kerak dedim. Otaqay, mayli. Короче, do'stlar, yog'och olib olamiz. Tak, bu yerlarni to'g'rilab chiqishimiz kerak. Hozir menga bitta topor kerak bo'ladi. Okey. Yangi versiyada o'ynaganim uchun mana bunaqa nayzalar ham o'tash. Okey, hammasi joyida. Mana uni ham o'rtashasak juda ham yaxshi bo'ladi. Okey. Let's go. Nariman. Endi bularni mana bu yerga qo'yib qo'yganimiz yaxshi. 3 ta stolcha bo'lib turadi. Da, nariman. What the heck, sandiq? Yo! Guys. What the hell? Nima bo'lyapti? Amal. Yo, animatsiyasini ko'ryapsizlarmi? Ular fashina. Dahshat. Okey, keyingisi bu ham shu dravashkan bir xil bo'lsa kerak. Dravashkan, dvorkan, nima deylar? Короче-da. Pistolet var. Shuni animatsiyalar zo'r. 17 tali ekan, bu ikisi 8 tali edi, oq rangdagisi. Yo, mana. Masan. Daxak, yaxshi. Okey. Bu bo'sh, nega ba'da turibdi, ma'lum olamiz buni. Da, Steve'ning kallasini olyapti. Inventor to'lib qolibdi. Shuning uchun mana sandiqchadan foydalanaman. Mana bunaqa keraklilarni qo'yib qo'yamiz. Mana bu yerni ham bir tozalab olishimiz kerak. Okey. Hammasi joyida. Tak, mana bu yer ochiq ham qolmasin. Shu sababli yopib qo'yaman. Bunaqa gaplar bilan adashib ketyapman, uzr, lekin do'stlar. Mayli, mana shu yerni to'g'rilab qo'yamiz. Tak, normal. Mana bu yoqqa ham bitta tosh qo'ysak yaxshi bo'lardi. Hammasi yaxshi. Mana uni olib tashlaymiz. Okey. Shafaqni qaraylar. Shafaqni quyosh botishimi kerak. Nima hozir quyosh botishiga qarayotganim yo'q. O'zimdan what the Короче, unda o'ylamaydi. Mana bu yerda hozir moblarni ko'ramiz. Qani bormi-yo'qmi bironta? Yo'q. Bugunchalik qanday chiqmayapti, men birinchi kundanoq. Nima do'stlar? Hozircha yotib uxlaymiz. Yaxshi, endi bir kunni bekor sarflab bordik, umuman olganda. Endi uyni ham to'g'rilashimiz kerak, albatta. Tak, normal. Okey. O'ziga yarasha hozir toshlarni ham olib olaman. Yaxshi. Faqat unchalik ham yomon emas, yomondan battarroq. Albatta yemaydigan gaplar gapiryapman, uzr. Tak, mana uni ham olib tashlaymiz, chunki dizaynni buzatdi. Chunki mana bu taqa bro. Guys, mana bu qabul qo'yamiz. Bunisi bu yoqqa. Yo'q. Mos kelmayapti. Yaxshi, endi buni yaxshi olib tashlaymiz va tak, mana ustidagilar hammaga juda ham yoqmadi. Da. Yangicha nima olib tashlayman hozir. Okey, yaxshi ketyapti va nihoyat. Da, juda ham yaxshi. Endi buni berib qo'yib olamiz. Yaxshi, guys. Okey. Tak, mana bu yerda bitta devor topib oldim. Devormi nima deylar? Короче-da. Toporim ham sinib qoldi. Mayli. Men kim aybdorligini aytayim? Mana bu qora ot aybdor. To'g'ri, men qotil emasman.
Короче, bu odam meni mana ishlayapsan deyapti-da. Tak bo'ldi. Guys, demak menda ko'mir yo'q ekan. Shunga biz tez sayohatga chiqib kelamiz. Let's go. No, okey do'stlar, endi biz go'shtlarimizni pishirishga qo'ysak ham bo'ladi. Lekin undan oldin bizga tosh kerak. Короче, ana shu yerda qazib olaman. Boshqa yerda yo'q. Okey, hozircha yetadi, keyin bu yerdan to'g'rilab qo'yaman. Okey, tezlashim kerak. Yaxshi. Ichgan qo'ysam. Okey. Bularni qo'ymasam juda bo'lmaydi. Menga lekin go'sht yo'q. Animatsiya qilayotgan paytmi ham o'ldiraman. Qo'ylar. Let's go. Tak, hammasi yaxshi. Endi qo'yamiz. Va kutamiz. 2 years later. Qarang do'stlar, hozir men inventorimda tuxum bor ekan. Agar otib bittadan bitta joyga tushirsam, sizlar menga obuna bo'lasizlar. Nima tushdi? Bunga ishonmagan obunachilarim. Qarchi uni o'ldirmoqchi edim. Ajoyib. Qarchi buni ham qo'yib qo'yamiz. Buni hozir yemayman. Просто endi bir qaraymiz shunday. Ana zombi kecha ham ko'rmagan. Bugun ko'rib qolishim kerak. Yaxshi. Mana hozir birinchi zombi apokalipsis aka. Hozir senim. Okey. Let's go. Yana bitta ko'rib qoldim. O'z-o'zidan ekan bu. Yaxshi. Yo guys. Lekin mashg'ullik ketyapti. Okey, bular ham tugadi. Mayli. Mana bu ikkitasini ham yo'q qilib olsam, hammasi joyiga tushardi lekin. Yo. Shunga olib chiqib bo'lyaptimi yoki просто mashab ko'rmanmi? Mayli. Sniper skin ishlatamiz endi. Yo, what the fuck? Nima bu? Yo. Sog'lig'i yaxshi chiqolmagan. Yo, do'stlar, vashimlar, nima bo'ladi bu maxluqlar? Juda ham g'alati, menimcha o'ylashimcha hali bundan boshqachalar bo'lishi mumkin do'stlar. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu maxluq kelishiga hikmatdorligini aytayim. Mana bu cho'ch qayerda? Let's go. Okey. Короче, mana o ketdi. Etak pastda ham bitta bratchiya bor. Mana uni ham tejishib qo'ysak bo'ladi. Короче, yotib uxlaymiz. Yo, what the heck? Ertalabdan asab ketayapti. Qachon uyga kirishga o'ylardi bu? Tezroq. Yo, sog'ol. Okey, oxirgi go'shtni ham tuyaptim. Creeper. Yomon emas, lekin yaxshi ham emas. Uyimni hamma yerda creeper bo'libdi. Okey, hali ham ketib qoldi. Mana uni yo'q qo'yalik yaxshi derazadan kiraman deb o'ylayman. Okey, yana bitta yetmadi. Qanday bu? Yaramaslik yoki yaramaslik. Короче, mana ulardan foydalanamiz. Boshda olmayman deb aytganim kerak bo'lib qoldi. Hammasi yaxshi, endi tomga o'tmasak bo'lmaydi juda. Undan oldin mana pechni ham olib olamiz. Bu qo'shni uy ekan. To'g'risi. Yo, mana buni qaraylik. Yaxshi. O'zi qurol ham kerak bo'lmas ekan.
Qarang do'stlar, tepaga chiqib to'g'rilab olishimiz kerak. Bularni qaranglar, tom qanday rasvo bo'lyapti. Hozir men boshda olgan ikkita mana shu zinachami, nima deyiladi? Короче, ana shuni qo'yib qo'yamiz. Mana shu yerda to'g'rilab olsak yaxshi bo'ladi. Tak bo'ldi hozircha. Okey, mana o'tlar ham joyiga tegib. Yaxshi. Hozir joyda, mana uni ham olib kerak. Tomda daraxt nima qilyapti va tahay. Mayli, ota-bobolarimiz aytganday birovning tomidan shipir o'rlasang bo'ladi. Nima? What the heck? Qanaqa maqol bu? Mayli, hammasi o'zimcha aytdi. Yaxshi. Okey. Bir ikkita aspasga tushib ket. Hech narsa qilmay. Tak, mana shu yerga joylashtirsak, mana bu joy ham ancha rasvo bo'lyapti. Tak. Noto'g'ri qo'ydim. Hozir buni ham to'g'rilaymiz. 1 daqiqa. Okey, yaxshi. Mana bu yerdan va mana bu yerdan bo'ldi. Tak, mana uni qo'yamiz. Havo o'tib turishi uchun albatta. Okey, bunisi kerak emas, o'ylashimcha. Yaxshi. Buni ham olib yana tushib ketdi pastga. Mayli. Okey, hammasi yaxshi. What the heck? Mana bu yerdan ikkita shipir o'rlaymiz. What the heck? Nimalar bo'lyapti? Mayli. Okey, mana 5 ta bor manda. Yetib o'rtarkan ham. Okey. What the heck? Mana bo'lyapti mana. Shuna qiyshiq qo'yilsa, umuman yoqtirmayman borib. Mayli, uji ochiq qoldiramiz. Mana bu yerga qo'yib qo'yaman yaxshi. Mana bu yer ochiq qolyapmasin. U joydan balki bunisi bo'ladi. Tepaga chiqadigan joy qilarmiz. Albatta. Do'stlar, tak, yaxshi. Hozircha hammasini yakunladik. To'g'risini aytsam, bir ikkita albatta joylar qoldi. Bugunga ancha yaxshi bo'ldi, do'stlar, to'g'risini aytsam. Okey. Qarang do'stlar, men shu yerda videoni tugatmoqchiman, to'g'risini aytsam. Chunki buni men qismli video qilib chiqarmoqchi edim. Va hozircha hammaga xayr deyolmayman, chunki hali xayrlashmaymiz, chunki videoni tugatishimga sababchi bu. Mana bu kerak o'libga. Hammaga rahmat do'stlar, agar chaqirib bo'lganingizlar obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Let's go guys.